Hoji aka, yoshligingizda eng duxi baloni o'zingiz edingiz-ku. Aynan mana shunaqa duxi bor mashinani bosib olsangiz bo'ladi. Bu mashinadan bo'ldi. Xo'sh, duxini qarang, yurib ketishini. Bu mashinadan shaharda ko'rmasangiz kerak. GMC Sierra modeli. Pick-up-ku. Buni kattaligini ko'ring, kapotini o'zi почти bo'ynimdan kelyaptimi? Hoji aka, rancholaringizga, dalalaringizga вообще ideal variantmi deyman. Bosib olasizmi deyman. Ovulaga chiqasiz-ku, mashinada chiqsangiz bor-ku, ishoning, odamlarni, tanishlarini emas, hayvonlarni ham duxini olasiz. Mana buni qarang, bitta bundoq qilsak, zinasi chiqib kelar ekan. Bu ham mayli. Bundoq qilib turib, orqasini ochsak bo'lar ekan. Lapatkalarigacha bor ekan. Bu ham mayli. Mana bu joyini ko'rsangiz-chi. Mabodo qiynalsangiz, mana ushab chiqadigan joylari ham bor ekan. Yorib yuborgan lekin. Orqasida qarang, 100 gram bo'lib tok tiqadigan joylarigacha, 4 tala perikulitli освещениялarigacha bor. Xullas bu jigar eng fuli. Buni prostoylari ham bo'ladi. Bu prostoy emas. O'rganib oldingiz, pastini bossangiz, polni ochiladi, tepasini bossangiz, zina bo'lib ochiladi. Bitta ekranni bossangiz, like bosiladi. Taxochi hammada bor, lekin GMC Sierra bilasiz, uncha-munchasida yo'q. Shuni bosib oling jigar. Narxi taxodan ham arzonda. Agar siz mashinani yangisini olib kelaman desangiz, 115 milliga tushadi. Endi narxini eshitib turing. Bitta like bosib qo'ying. Orqada monitorlargacha bor. Bu eng full aytdim-ku. Palasi ushiydigan adaptivniy cruise control, samat tarmojeniyalarigacha bor. Skorosti takoy ruldada, shu joyi mazzada. Undan tashqari bu 6 kishilik, orqada 3 ta, oldida ham 3 ta odam o'tiradi. Undan tashqari buni tagida bari ham bor. Ular shu godasiga 20 ta benzin rasxod qiladi deyishim kerakmi? Yo'q, bu 207 turbina motor va shaharda 12 litr benzin rasxod qilar ekan, Danlida 9 litr rasxod qilar ekan. Vobshe dahshatmi? Gentrezdan ham kamda. Narxi o'pshimaza. Aytdimki, 115 milliga tushadi. Bu eng full ekan. Va hozir siz buni atigi 9400 yurgan 2024-yilgisini 63500 ga srochniga bosib olsangiz bo'ladi. Orqa krilodan qayerdadirda kraska tegan joyi bor ekan. O'zingiz gaplashib, tekshirib, bosib olasiz jigar. Tarqatib qo'ying yaqinlaringizga. Katta ehtimol bilan bu mashinani voha tomondek hoji akalar olishsa kerak. Haqiqiy san'at asari ko'rsatdimi? 606 litr ob'yom, 12 silindrli jigar. Tasavvur qilasizmi? Hoji aka, bunaqasini hamma ham ko'rolmagan. 300 ming yevroga kirib kelgan BMW M760 Li Longi haqiqiysi. O'sha paytda misol 300 ming yevroga bu kirib kelgan bo'lsa, 180 ming yevrolar ham bo'lgan. Bu darajada fulli menimcha bitta yoki ikkita dona kirib kelgan. Mana navorotini ko'rsangiz-chi, mana o'rtada hamma narsani boshqarib o'tiradigan plansheti ham bor ekan. Zo'r narsa ko'rsatdingmi? BMWda ham, Mersda ham plansheti Samsung bo'ladi. Nimaga Apple bo'lmaskin? Nimaga deb o'ylaysiz, jigar? Xullas, mashinani ko'ryapsizmi? Nima navorot xayolingizga keladi? BMWga tegishli va mashinalarga tegishli. Hammasi shunda bor. Polli panorama Sky Lounge bor. Alcantara patalo, nimasini aytdi? Bowers Wilkin akustika sistema, orqa sidinlarida ham massaj, abduf, abagrev, pamять sidina, pardalarini boshqarib o'tirsangiz bo'ladi. Orqada ham ko'ryapsizmi? Sidinalarni poligrafga qilib o'tirasiz. Haqiqiy prezidentlar haydaydigan mashina. Ishonavering, juda ko'p davlat prezidentlari BMW 7-seriyada yuradi, bilasiz-ku. Salonini kengligini, eshigini, uzunligini qarang, jigar. Bitta like bosib qo'ying-da. Men tashqi tomonni aytaman. Bosdingizmi like? Saloni ham holva. Buni eng qiziq joyi V12, tasavvur qilyapsizmi? 740 Li 606 motor ob'yomi. AMG'ning motoridan ham katta ob'yomda. U ham mayli, polli kuzov, eshikdan tortib patologlargacha, kapotlargacha haqiqiy karbon. Karbon, tasavvur qilyapsizmi? Yorib yuborgan shunchaki mashinani 300 ming yevro. Bu realniy gap aytyapman. U ham mayli 3-7 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu mashinani olgandan keyin jigar, обязательно radar detektorlarini eng zo'ri Silverstone. Shundan qo'ydirib oling. Silverstone esida qoldi. Hozirgi kundagi eng konkurenti yo'q, shu bo'ladi. Silverstone esida qoldi. Xullas, mashina ideal holatda. Probegi 80 ming ekan, yili 2017-yil tasavvur qilasizmi? 2017-yilda shu darajada navorot bo'lgan.
Xullas 300 mingga olib kirgan O'zbekistondagi eng zodagonlar haydagan mashinada. Kim haydagan ekan nima deb o'ylaysiz? Qiziq menga. Shu mashinani hozir siz 75.900 ga срочныйga bosib olsangiz bo'ladi. Ishoning, вообще стоит. 75 mingga нереальный komfort, нереальный katta объем motor va karbon kuzov. Yaqinlaringizga tarqatib bitta like bosib qo'ying. Qayerdan topaman shunaqa mashinalar? Jigar. Oyda jigar. Amerikani muscle carlarida oqayib yurar ekansizda. Probegini ayting 20 ming mil atiga. Unga bitta like bosib qo'ying. Ko'chalarda oqayib yursangizmi? Og'aynilaringiz bilaman. Malibu oldim, boshingizni qotirishyapti. Sizni fokusingiz boshqacha. Siz hammadan ajralib turishni yaxshi ko'rasiz. Ishoning, bu mashinada ko'chalarda yurasiz, hamma sizni rasmga oladi. Ishonavering. Gap yo'q deyshadi. Polni Shelby GT 500 talik body kit qilingan ekan. Bu 2.3 EcoBoost motor. Mana buni ko'ryapsizmi? Kapotda tako jabrali karbon elementlargacha qo'yib qo'yilgan ekan. Salonni qarang rangini. Voydo. Ishoning, o'sha ishkalatlar, o'sha holati ham ko'ryapsiz, 20 ming mil bosib yoradigan joy. 35 ming bo'lsa beraman deydilar, o'zlarini endi mashinalarini qadrini bilyaptilar-da. Keyin avvallab 30 ga tushirgandek bo'ldi-ku, lekin ojaka, sizda pul ko'p deb turib, amallab qalblariga qo'l solib 28900 ga ko'ndira oldik. Ishoning, o'sha bosib yoradigan narx. Qarang, mana shu yerda, mana shu qismida kraska tegan joylari bor. Mana shu yonidan qirilganmi nimadir bo'lgan, mana shu yonidan kraska tegan. Atak bunaqa seriozniy udari yo'q bu mashinada. Qolgan joylari butun. Tushundingizmi? Mana shu orqa krilo, eshik va oldi mana shu qismida. Lekin narxini qarang, jigar. 20 ming probeglisi bormi? Bo'lsa ham nech pul turadi yozib qoldiring. Yorib yuborgan. Bitta ochamiz, qarang. Naqib turib, voy, millionli ishlaringizni hal qilib ketaverasiz. Ojaka, ota-onam duosini olish uchun shart emas, qimmat mashinalar olib berish, zo'r mashinada aylantirish. Shunchaki suvni olib borib yoki o't-bo'tlarni massaj qilib qo'yib ham duoligini olsa bo'ladi. Lekin sharoitingiz bo'lsa, qani endi hamma ham shunaqa mashinalarda o't-bo'tlarga olib borsa. Jigar, Zikr 009. Shu darajada orqasi komfort, bilasiz-ku, rost akasini biznes klass mashina hisoblanadi. Nima navorot kerak, mana shu orqasida yanalarda bor. Atamanka, Abduf, Abagrev, massaj, ham knopkalarni ko'pligini ko'rsangizchi. Face ID-sigacha bor, ko'ryapsizmi? Monitor undan tashqari, mana afshivkada ham ko'ryapsizmi? Boshqaradigan joylari takoy monitorchasi bor. Yorib yuborgan, sensorning hammasi. Xullas, bundan navoroti вообще ko'p. Eng zo'ri zapas kodi 8 km yuradi va shu godasiga qancha 3.9 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadi. 140 kilovatli akkumulyatori bor. Yana nimasini aytdik? Bu mashinani yengisi 85 mingdan 88 minggacha sotilyapti shu kecha kunduzda. 8500 probeglikni nech pulga olib borgan bo'lardingiz? Rostdan aytaman, har doim ham bunaqa narx chiqurmaydi. Qo'yamiz ham, bosib yuboring, maza qilasiz. Qalblariga qo'l soldik-da, nech pul? 72 ming bir narsalarda bosh qotiruvdilar. Ochakangizda pul ko'p deb turib 59800 ga tushira oldim. Mashina absolutni top-toza, 8500 probeg, 2023-yil mashina. Yaqinlaringizga tarqatib qo'ying-da, pulingiz bo'lsa bosib yuboring. Tarqatib qo'ying, bosib yuborsa yaqinlaringiz sotilib ketadi inshaalloh bittada. Voy, Erkinboy, jigar. Bosib yuboring lekin. W214 kuzov, E klassi eng oxirgi chiqqan kuzovi. Mashina absolutni top-toza va ideal va yangi mashina chunki. Polni kuzov, burun plyonka qilib qo'yilgan, olinishi bilan haydalmaganda probegatiga 300 mi 400 km yurgan. Bitta o'tirasiz-ku, masla mashina. Mana yangi mashina haqida kelib turadi. Ko'ryapsizmi? Mana oldi passajir tomoniga qo'shimcha mana shu hyper screen deyiladi. Shu ham 9000 evrogami qo'shimcha qo'yilar ekan. Jigar bu aytganchi E350 si. Bilasiz, E200, E300lari bor, nisbatan arzon yuradi. Bu 350 va ot kuchi ham ancha ko'p, 312 ot kuchi. Xullas, mashina agar boshqa joydan hozir olaman desangiz, umuman endi nolini 300-400 km yurmaganini kamida 110 ming dollarga olasiz. Va bunga qo'shimchasiga yana 3-4 ming dollar xarajat qilib, polni kuzov, burun plyonka qilingan, nardan qilingan menimcha.
Chunki mer sifatli mashina-yu, sifatli burun plyonka qildirishadi. Nardan qildirishgan katta ehtimol bilan siz ham nar burun plyonkasidan qildiring. Xullas, necha pulga bosib olasiz, bilasizmi? 95 mingga srochniga bosib olsangiz bo'ladi. 95 ming. Ishoning, yengisidan 15 ming dollar arzonga yangi mashina. Surishtirib ko'ring, E350 214 kuzovlarni sotuvda o'zim ham topa olganim yo'q. Bitta единственный va eng shkalat narxga qo'yilayotganda mana shu bo'ladi. Bosib oling jigar. Roza gapirdimmi? Bitta Paradise dan ichib oling, shu bilan tugatamiz. Like bosib qo'yavering.